Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazida Futbol maydoni kanali. Kanalimizni 90% kuzatuvchilar obuna bo'lmasdan kuzatayotgan ekan. Sizlardan iltimos qilib qolamiz. Kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizga bir dona like bosishingizni. Demak, biz boshladik. Guardiola: agar muammo tug'dirayotgan bo'lsam, ketaman. Manchester City'ni 6 karra Angliya chempioniga aylantirgan bosh murabbiy Josep Guardiola qaysi holatda jamoani tark etishi mumkinligini aytib o'tdi. Agar jamoa uchun muammoga aylanib qolganimni his qilsam, klubdan darrov ketaman. Avval Barselona va Bavariyada ham xuddi shunday qilganman. Hozircha esa hali hammasi tugagani yo'q degan tuyg'u bor. Hali energiyam joyida. Futbolchilarim bu mavsumni avvalgisidan yaxshiroq o'tkazadi degan ishonchim bor, dedi ispaniyalik murabbiy. Guardiola Barselonani 2008-yildan 2012-yillar davomida boshqargan. Keyin Bavariyani 3 yil muvaffaqiyatli boshqardi. 54 yoshli mutaxassis Manchester City'da 2016-yildan beri ishlayapti va amaldagi shartnomasini 2026-yilning yozigacha uzaytirgan. Ha, aytgancha, Hollandning dubli Manchester City'ga 3 ochko taqdim etdi. Premier Liganing 8-turida Manchester City Everton'ni o'z maydonida qabul qildi va 2-0 hisobda zafar quchdi. Holland uchrashuvning 58 va 63-daqiqalarida gollar urib, jamoasiga 3 ochko taqdim etdi. Shu tariqa shaharliklar turnir jadvalida 16 ochko bilan birinchi o'ringa ko'tarilib oldi. Bugungi dasturimiz shundan iborat edi. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bir dona like bosishingizni va kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.